Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. O'zbekistonda yangilik ixtiro akalar. Endi uyni tevasidan pastni muzlatishlar davri kelibdi akalar. Oldingi texnologiyalar davri o'tibdi. Bu Rossiya texnologiyasi ekan. O'zbekistonda yangilik bo'lyapti ekan. Hozir hamma shu narsani qildiryapti ekan. Qarang, tepasidan plita yotkizishgan, plitaning orqasidan mana shu narsani qilishyapti ekan akalar. Bitta-bittadan like bosib qo'yinglar. Bu O'zbekistonda juda ham ommalashib ketyapti. Deyarli hamma yangi xonadon, bitta ko'rsating xonadonni bitta hamma deyarli xonadoniga, yangi xonadonlarga shu narsani qildiryapti. Siz ham bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Hozir Shukajon akamdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Sizga rahmat aka. Aka, nimaga hamma shu narsaga o'tib ketyapti? Bu yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi aka. Nimani hisobiga aka bu narsa? Bu endi Rossiya texnologiyasida bu aka, Rossiyadan kirib kelgan bu aka. O'shani hisobiga o'zini maxsus qo'shimchalari bor. Qo'shimchalari bor aka. O'zi o'tga chidamli bu narsa, yonmaydi. Yonmaydi вообще aka. Hop, orada suv qumizga chichqon kalamish bo'lmaydi вообще. Sichqon kalamish bo'lmaydi. Tomni tepasida eng muammoli narsalardan bittasi sichqon kalamish. Yurganingizda mana shunaqa bo'lib ketadimi? Mana qattiqligini qarang mana. Qattiq bo'lib ketadi aka. Ha, mana shunaqa betonda yurgandaqa yuradimi? Yo uqalanib. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Juda ham ko'plar tomini aytsangiz musur bo'lib ketadi. Musur bo'lib ketadi, chang bo'lib ketadi. Unaqa narsa bo'lmaydimi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi aka. Qat-qatlar qilib berdingiz hozirgi kungacha aka. O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab. Qashqadaryodan boshlab kelindi o'sha Samarqand, Sirdaryo, xullas ko'p joyga borildi. Hozir obunachilarim mana shu videoni ko'rib turib, biz bu viloyatdamiz, ishingizni ko'rsak bo'ladimi desa, manzil bera olasizmi? Beramiz aka. Borib ko'ravering. Ishingizga javob, qo'rqmaysiz. Ha, qo'rqmaymiz aka. Mana Shukajon akam o'zlari mana yuzlari bilan chiqyaptilar. Ishimga javob beraman deyaptilar. Bahol hozir ishlariga ham baho berib bersa, 450 kvadratdan oshiq joy bu. Ha, 450 dan oshiq. 450 kvadratdan oshiq joy akalar. Hazil akam uy qurilmagan ekan. Bitta ko'rsatib qo'ying mana ustunsiz qilib 30 metrdan oshiq joyga ayvon qilingan ekan. Men ko'rib turib hammaga havas qildim. Sizlarga ham bittadan niyat qilib qo'ydim. Sizlar ham o'zingizga niyat qilib qo'yinglar. Hozir kommentariyada bittadan like bosib, hammamizga shunaqa niyat qilib, mana shunaqa uylar qurish nasib qilsin. Keyin mana shunaqa uylaringga, tomlaringga mana Shukat akamni chaqiraverasizlar. Mana shunaqa Rossiya texnologiyasini qilib, zo'r qilib beradilar, xudo xolasa akalar. Bittadan like bossalar, biz bo'lmasam ko'rsatamizmi Shukat aka? Oching, ochib yuboring aka. Mana bitta ochadigan bo'lsak, mana shu lankadan chiqadi. Ha, mana shu lankadan chiqadi aka. Apparatni ham ko'rsatib qo'ying. Mana pastda akalarimiz, asha akalarimizni halol mehnatiga ham bittadan like bosing. Bolam chaqam deb ishlashyapti, o'zi bitta erkak kishiga ko'p narsa kerak emas. Bolam chaqam oilam deb turib akalarimiz issiqmi, sovuqmi, optimum farqi yo'q ishlashyapti. Malades akalarimizga barakasini bersin. Shukat aka mana shu shlankadan chiqadi. Mana shu shlankadan chiqadi aka. Necha metr tepagacha chiqib qo'yib berasiz? Nechinchi etaj? 3-etajgacha qo'yiladi aka. Bu ikkinchi etaj hisoblanadimi? Ha, bu ikkinchi etaj. 3-etajgacha tomida bu, ikkinchi etajga qo'yiladi aka. Ammo baland ekan uy. Baland qurilib tomida. Tarkibi nima buni? Buni tarkibida aka qum, sement, fibra bor, pena bor. Pena rossiyskiy pena aka, xudo xolasa. Original. Vaqt o'tgan sari o'z xususiyatini yo'qotmaydi bu narsa aka. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi aka. Aka yoriladi deganlar bor, trishina tushadi deganlar bor. Yoriladi deganlar aka, vasani zo'r qoqib bersin aka, vasani zo'r qoqib bersa, likillamasa yorilmaydi bu narsa. Yorilmaydi. Bu beton tepasida. Beton tepasida vaqti yorilmaydi. Beton plitada yorilmaydimi? Yo'q. Garantiya berasiz. Garantiya beramiz aka. Endi aka tunikaga qilinyapti mana. Yoni ham tunika, teva ham tunika, hamma yo'q. Dim bo'ladi bunda. Yozda betga chiqib bo'lmaydi. Agar oddiy bo'ladigan bo'lsa, betonda o'zi qoladigan bo'lsa, uyning ichiga ham kirib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri aka. Bu rostdan saqlab beradimi? Saqlab beradi aka. Garantiya. Loyni ustidan ham quyyapmiz aka. Loyda o'sha 20 sm quyilgan yotkizgan loydan o'shaning ustiga quyib berdik. Loylon bozidan ham Loylon bozidan quyib berdik Toshkentdagi. Loylon bozi ustidan qilinadigan bo'lsa aka, remontimga o'tib ketmaydimi? Yo'q, loyni ustidan o'tmaydi aka. Betga necha santimetr quyib beryapsiz? 10 sm qalinlikda quyilyapti aka, dogovor bo'lyapti aka bu yerda. Kelishilgan holda quyilyapti. Nima bor o'lchab? Nariroqlarga tushish kerak aka. Nima bor o'lchab ko'rsatamiz? Nariyoqda ko'rsatamizmi, o'rtarog'ida? O'rtarog'iga yurish kerak. Bu oqib kelyapti hozir bu. Bu oqib kelyapti baqa. 10 sm. Mana obunachilarimga necha santimetr tavsiya qilasiz? Xo'p, 7-8 santimetrdan boshlanadi aka. 45 mingdan quyib beryapmiz aka. 8 santimetr. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Toshkent vohagacha. Toshkent vohaga kelishiladi aka. Narx ko'tariladi. Ozgina qo'shilib qoladi. Yo'l kira bor, benzin boshqa, yeb ichish bor, o'shaning hisobiga ozgina qo'shilib qoladi akalar. Haliga to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, pena bor, qum bor, sement bor, o'zini rossiyskiy geli bor, o'shandan pena bo'ladi. Fibra bor aka. Yorilmasligi uchun shisha tola qo'shib yoriladi. Yorilmas ekan akalar. Men ham xudo xolasa uyimga mashindan qilib berasizlar. Mana Shukat akam o'zlari qilib beradilar. Xudo xolasa aytamiz. Zo'r mahsulot ekan. 20 kishini chaqirib
loyga yugurmas ekansiz, sementga yugurmas ekansiz, somonga, turpoqqa yugurib, qo'shnilar chaqirib, paqir tomga ko'chirish degan narsalar bo'lmas ekan. O'zlar bitta shlanka bilan kelishib, hamma mahsulotlaring o'zlaringdan, O'zimizdan aka. 45 mingning ichiga hamma yo'q, a? Uyda egasidan suv beradi, to'k beradi, obyekt katta bo'lsa, yotgan joy ham beradi. Aha. Suv, to'k berasiz, pulini berasiz. Shu yotgan uzoqroq joy bo'lsa, obyektlaring katta bo'lsa, bitta yotgani joy. Endi qurilish qilayotgan joyda doim joy topiladi. Bo'ladi. Bitta joy qilib berasizlar, bo'ldi ekan, xudo xolisa. Necha kun, bir kunda necha kvadrat qilib Bir berasiz? kunda 250 kvadrat qo'yamiz aka. Bir kunda 250 kvadratni shunday quyib chiqib ketishar ekan. 100 o'rtacha uylar necha kvadrati bo'ladi? 150 da aka. 150 bo'ladi, 150. 200 bo'ladi. Bu 200 endi bo'ladi. katta uy Ha, ekan. bu katta uy Nihoyatda ekan, xonadon ha. katta ekan. O'shani hisobiga 450 kvadratli joyga kelishibdi. Buni necha kunda chiqib ketasiz? Ertaga tugatamiz xudo xolasa. Ikki Bugun kun. boshlaydi, hali albatta boshlandi. Abitda boshlandi, ertaga kechqurun tugaydi. Ertaga kechqurun xudo xolasa. Уже indinga boshqa obyektga Indinga ketasiz. boshqa obyektga. 1,5 kun, 2 kun ichida sizlarda ham shunaqa katta obyektlaring bo'ladigan bo'lsa, hammasini quyib berishar ekan. Zo'r qilib quyib berishar. Xo'p, chekkalarigacha quyib berilar ekan-da. Quyib beriladi aka. 5 sm o'lchab turib, 7 sm minimum. Minimum 7-8 sm bo'ladi aka. Bu yerda shu kelishilgan holda quyilyapti, 10 sm quyib beryapmiz aka. Endi bu beton ekan. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, mana shu materialdan qo'yasizlar-da, taxta vassa bo'ladigan bo'lsa, aytib ko'rsating. Mana. Mana shu yerda ko'rsating. Oddiy tomlarda vassa bo'ladi. Ha? Mashina qo'yib berasizlar. Mashina qoqib beradi. Vassa qoqilgan, zardevor urilgan bo'lishi kerak. Zardevor urilgan bo'ladi. Zardevor endi chekkasi. Ha? Mashina qoqilsa, bu materiallar hammasi o'zlaringdan bo'ladi. Ha, Bunga shunaqa o'zimizdan. ortiqcha pul to'lamaydi. Yo'q, ortiqcha pul to'lanmaydi aka. Ortiqcha pul to'lamaydi. Bemalol mashina olib kelib qoqsalaring, bo'laveradigandan bo'ladi. Akada 45 ming so'mdan 1 kvadrati. Polgachi aka? Polga 55 mingdan aka, 1 kvadrat metr, 10 sm, 8-9, 10 sm qalinligicha quyiladi aka. 55 mingdan. 55 ming Tarkibi so'm. boshqacha bo'ladi. Tarkibi uchun ko'proq narsa, mahsulot ko'proq ketadi bunga. Zo'r. Tayyor biz qo'yaveramiz. Mana akalar chiqyapti. Chiqish jarayonini ham bitta o'zlaring ko'rib berasizlar. Aytavering aka, chiqarib yuborish. Chiqarishyaptimi? Mana shunaqa signallar berib, tevadan turib chiqarib yuborishadi. Ratsiya bor edi, mashinada qolibdi-da. Mana ratsiyalari ham bor, mana. Uje shlankalar tayyorlash jarayoni, tevadan akalar tayyorlashyapti. Uje buralib qolganmi shlanka bilmayman. Yo'q, shunaqa qilib qisib turishadi hozir. Ha, mana tortishyapti mana. Qisib turishibdi. Ha, davleniya kuchayishi kerakmi? Davleniya kuchayishiga mana aka bag'da qarang, qarangda mana. Shlankalar tortyapti. Nima sababdan tortyapsiz aka shlankani? Qisilib qolmasligi uchun-da, pastdan napor bilan keladi-da loy. Hozir mashga quyasizda polni, a? mashga Bitta quyamiz. zapravkasiga necha kvadrat quyasiz? Bu apparatimiz 1 kubali aka. 1 kuba. 10 kvadratmi? 10 kvadrat aka. 10 kvadratga quyib yuborsangiz bo'laverar ekan. O'sha bitta nimasi buni standarti bormi? Sementlari, qumlari nechta ketadi bitta zapravkasi? Bitta zapravkaga bu stashkaniga 7 ta ketadi aka. 7 ta sement ketadi. 1 kubasiga. O'shani masalan sizga kelganda uyda egasi menga 7 ta sement quyib berasiz deb aytsa bo'ladimi? Mana shu standarti bormi? Oshcha qo'shib berib, misol uchun bir qopdan qo'shib beraman, 8 qopdan qilib bering desa ham 8 qopdan qo'shib beraveramiz. Qo'shib berilaveradi. Uni 7 muammo. qopdan olamiz, 7 qop standart qo'shamiz, 7 ta. Ha, ular bir qop qo'shib bering, yana ham baquvvatroq bo'lsin desa qo'shib berilaveradi aka. Bo'ldi, akalar mana ko'ryapsizlarmi? Shugat akam dangal qo'shib yuboryaptilar, xudo xolasa. Mana otishadi, dimlab turishibdi. Hozir suvlar quyib, penalarni kuchaytirib, hamma yoqda tayyorlashyapti. Vohalarga ham boraverasizlar-a? Ha, vohalarga borib kelyapmiz aka. Toshkentga boryapsizlar. Toshkentga boryapmiz. Hali Toshkentda loyni ustiga qilib berdingiz-a? Toshkentda loyni ustiga 8 etажga domni ustiga quyib berdik aka. 2200 kvadrat. Hozir yana tayyor bo'lyapti. Ha. Mo yangi oydan ketamiz, xudo xolasa, yangi oyning boshidan. 2200 kvadrat. Novostroyka. O'shanisi shunday quyib yubordik. Yangi Toshkentda Yangi Toshkent. quyganmiz aka. Qoyil 2200 kvadrat joyni necha kunda quyib yubordilar? 2200 kvadratni, xo'p. Yo, hozir 450 kvadratni quydik. Xo'p, prorablar tekshirib, o'tdi-da, xullas prorabdan. Endi xudo xolasa borib qolganini quyamiz. 2200 kvadrat plus yana bor-da alshatda. Ha, standartidan o'tish kerakmi ular? Tekshirib ko'rdi. standart? Standart yaxshi aka, tekshirib ko'rishdi. Nimasini tekshirishgan? Mo'shti qattiqligi yaxshi. Ha, qattiqligi. 400 kvadrat qattiqligini o'lchashdi endi. O'lchashdi aka. Bu turadimi yo'qmi? Ha, spitaniya qilib ko'rishdi. Tom yopishar ekanda o'shaning ustidan. Ha. O'shaning ustidan tom yopishadi. Pastida uyga issiq o't ketmasligi kerak-da, o'shani hisoblayapti-ku, to'g'rimi? Standartidan o'tibdi mana akalar. Uje quyish jarayoni boshlandi. Xudo xolasa, Hozir napor kuchayib oladi. napor kuchayadi, boshlanishiga, balandligini hisobiga
sekin bo'lib turib qo'yiq ekan anchakin a. Qo'yiq aka. Rostdan ham remontni ichiga o'tib ketmas ekanda agar Yo'q, loy bo'lsa, o'tmaydi, xudo bundan ham xohlasa. qo'yiq qilasizmi agar? Loylo'mboz bo'lib ichi remont bo'lib bo'lgan bo'lsa? Shunaqa aka. Zo'r. To'sinlar chiritib yubormaydimi aka? Yo'q, chiritmaydi aka. 100% havo o'tkazadigan Havo narsami? o'tkazadi, bu materialimiz havo o'tkazadi, hozir ko'rsatganingiz. Izaspan, a? Izaspan, ha. Izaspan materiali havoni o'tkazadigandan bo'ladi. Zo'r qoyil aka. Ishlaylik, Ilohim barakasini bersin mana. O'sha napor kuchaydi. Kuchayapti ekan, ha. Yana ham kuchayadi hozir. Yana ham kuchayadi. Og'irligi qanaqa yuk bosish aka buni? Bu og'irligi loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi aka. Loydan 5-6 barobar zo'r ushlab beradi bu narsa aka. To'rsinlarga ozor bermaydi aka bu. yuk ko'taradimi? Vaqt o'tgan sari yuk ko'taradi aka. Bemalol ustiga nima olib chiqsa sklat qilib olsa ham bo'laverar Ha, ekan. Buni bo'ladi aka. qilgandan keyin, ha? Loy qilsa bo'lmaydi-da, baribir loylo'mboz qilgandan keyin sklat qilib bo'lmaydi. bo'lmaydi. Yursa changiydi, boshqa bo'ladi. Bunda changimaydi, qurqumurska bo'lmaydi. Bemalol sklat qilib narsalarni kerak emas narsalarni olib chiqib, mebel, sebel, kerak emas eski mebellarni shunday olib chiqib qo'yib qo'ysa, tomon bitta xona bo'lib qolar ekanda. Qoyil lekin aka uyda ham haqiqatda yirtib olgan ekanlar. Tomni qarang, tomni. Qoyil. Akalar pastda raqamlar qoldirib qo'yapti. Sho'gat akam aloqaga chiqaverasizlar. Pena beton xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bexijolat o'chirtib aka yoqib berasizmi tezda? Yo'q. O'chirtga qarab qilinadi. Tezlashtirib qilib berasiz. Iloji boricha harakat qilamiz aka. Akam 2 oy, mana shu xonadon egalari 2 oy kutishibdi. Ishlariga garantiya borligi uchun. Akalar sizlar ham aloqaga chiqaverasizlar.